Kim menga Instagramdan ovqatli videosini tashlayotgan bo'lsa, Xudoga soldim jaruvchi. Men aytdim, nervimni siroq o'tgan bolalar qarg'ashni boshlamaydi yo'q. Men qarg'ashni boshladim o'sha. Gunohsizlarga to'g'risi aytib, va ro'za payti ham ovqatli videosini tashlaydim. Jinni misollar, quloq eshitmaydigan odamni operaga olib kirishmaysan, u mehmon qilib, to'g'rimi? Yo kimdir pul beryaptimi, ukam mana shu ovqatli videosini tarqatib bering deb. Ha? Yo ash ovqatli videosini ko'rsam, iftor yaqinlashib qolaman 5 minutga. Yo'q. Ash Instagramdan zerikib ketibchi, ko'chaga chiqsam produkt o'qib qo'yapman, ishonishasan, 3 kundan beri produkt o'qilyapman. Suv ichaman, iftorga qornim to'yib qoladi. Avokadoli ovqat ko'rib, avokado olib kirib olganman, qanaqa qilib yeyishni bilmayapman avokadoni. Bolalar to'g'ri. To'yin kuni yomg'ir yog'sin hammangni, to'g'risi. Hops to'ylan boradi ekan, svet o'chib qolsin. To'yini video yo'ygan kamerachi fleshkani yo'qotib qo'ysin. Mana shu qulpinaga allergiya bo'lib qolishgan, g'o'rayganda tishing qamashadigan bo'lib qolsin. 10 kun tushingga algebra ustozing kirsin, to'g'risi. Voy, zerikib ko'chaga chiqsang hamchi hamma ovqat qilyapti. Voy, aptekalar ham osh qilib sotyapti.